Tushda yig'lash ko'rishning ta'birlari. Tushda yig'lash kulishga, xursandchilikka ishoradir. Ovoz chiqarmay yig'lash eng yaxshisidir. Turli azob uqubatlardan xalos bo'lish daragidir. Ovoz chiqarib yig'lash esa biron falokat ramzi deb ta'birlanadi. Marhum jasadi ustida yig'layotganini ko'rgan kishi yaqin odamidan ayriladi. Tushda sassiz yig'lab, ko'zdan qon oqqan kishi Allohning marhamatiga sazovor bo'ladi. Yig'lagan kishining ko'z yoshlari sovuq bo'lsa, xursandchilik, baxt ramzi sanaladi. Qaynoq ko'z yoshlari esa g'am qayg'udir. Agar tushida yuzida yig'idan nishona borligini ko'rsa, uning yaxshi ishlarga nisbatan ta'na urishlariga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushdagi yig'i shodlik hamda Allohning kechirishi bo'ladi. Kirmoniyning aytishicha, tushdagi yig'i shodlik hamda Allohning kechirishini ishora etadi. Tushida gunohiga, ilm majlisining so'zlariga, Qur'onning o'qishiga yoki shunga o'xshashga yig'laganini ko'rsa, bu Allohning unga nisbatan marhamati bo'lib, o'zining fazl-u karami bilan unga mehribonlik qilgani va gunohini kechirganiga dalildir. Tushida yig'laganini, biroq ko'zidan yosh chiqmaganini ko'rsa, o'tmishda qilmagan ishlarga hasrat yeyishi va tavba qilishiga dalil bo'ladi. Agar o'tmishda qilgan ma'siyatlari uchun ovozsiz yig'laganini ko'rsa, shodlik va xurramlik ko'rishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushda yig'layotganini, so'ng kulganini ko'rsa, ajali yaqin qolganiga dalildir.